Yaxşımızlar qarindoshlar. Bugungi darsimizning temasi o'xshashlar pandas kutubxonasi. Ya'ni bugun pandas qalaqidar bir ishga misol ishlaymiz. Ammo bu misolni ishlashdan burun ba'zi narsalarni deb o'tmoqchi. Ya'ni Google'dan siz Kaggle deb bir tal torbat bor. Ya'ni bu torbat qalaqidar bir mazmun, ma'lum bir uchurlarni berishni xohlayman. Chunki Kaggle degan torbat bek muhim. Ya'ni yapay zeka o'rganguvchi bo'lganligi, ya'ni artificial intelligence, ya'ni sun'iy idrok aloqador ilgirlayma. Texim yaxshiroq bir narsa o'rganma deydiganligi uchun go'zal bir torbat. Endi diqqat qilmasangiz Kaggle deb bosgandan keyin bu yerda bir torbat bor. Oldingizga chiqadi. Chiqqandan keyin bu yerda bir tal torbatning oldingizga kelganligini ko'rsiz. Ya'ni bu xil shaklda. Bu Kaggle degan torbat qanday bir torbat degan chog'da oldi bilan bir buni deyishdan burun ustidagi tıklaydigan, chekadigan yerlarini chekish orqali ba'zi narsalarni ko'rib boqili. Masalan, computation deydi. Competition deganga musobaqa. Musobaqa degan hamon ko'rganingdek bu yerda 110 ming dollar, 100 ming dollar, masalan 80 ming dollar, 55 ming dollar musobaqa, 50 ming dollar, 50 ming dollar degandek, hatto uningdimi qimmat musobaqalar bor bu yerda. Bu qandaq bir musobaqa degan chog'da yapay zeka algoritmalari oldi bilan bu musobaqani tushuntirishdan burun dataset deb bir narsani sizga tushuntirishim lozim. Алдыңғы саатта 30-40 мың құрлық бір дейтасетні, yani kinoga aloqador bir datasetni, yani JCV dosyasıdan bazı məşğulatlarını ilib bağıntı. Denmeden siz görgen JCV dosyası, JCV hücceti dataset şu. İsminden de çıkıp durdu data. Data diyen gap sol taraftan bakken bana. Data diyen gap uçur diyen gap. Set diyen gap toplama, yani collection. Toplama diyen mende, yani uçurlar toplama diyen gap. Unda bo'lsa bu yapay zeka deydi ekamiz. Yapay zeka qandaq bo'lib, bu o kadar zirvıga chiqdi. Nima uchun bu yapay zeka ChatGPT'lar hozir zirvıga chiqdi? Hamma odamning og'zida nima uchun yapay zeka bor degan chaqda buning ximir turishi xuddi bizning savza ko'ktat bo'lmasa, go'rish ularimiz bo'lmasa, tamoq kelib bo'lmaganga o'xshash. Ya'ni bu yerdagi o bo'lmaganga o'xshash dalma-dal bu yerdagi ko'ktat, un, yağ, kerakli materiallarning hammasi dalma-dal data set shu. Uningki yapay zeka nimaga o'xshaydi desa, qozon cho'mish o yerdagi proses, o yerdagi jarayonga o'xshaydi. Siz tamog'ingizni, ko'ktutingizni udul qo'lingizda tutib pishira olamsiz? Yo'q. U yerda qozon cho'mishingiz bo'lishi lozim, u yerda bir jarayon bo'lishi lozim. U yerdagi atkan ya'ni u ximir turish va yoki u yerdagi ko'ktatlarni qanday qilib adolaysiz, tishidan akirgan chig'ingizda savzi beti. Ya'ni oqlanmagan shaklda, yang yu beti. Piyoz beti. Ya'ni texi tayyorlanmagan. Uni qanday qildi onangiz? Akirdi uyga, sabzini bir boshdan oqlaydi, piyozni bir boshdan qanday qildi? Oqlab, uningki buni qattiq to'g'raydi. Shunda ash pola etmoqchi bo'lsangiz, sabzini yaplaq qilib, uningki inchik qilib, taq qilib, buni hosil qilish orqali buni to'liq sanmoqchi bo'lgan sabzingizni hozirlagan qadar qanday qildi? Onangiz u yerda ba'zi hozirliklarni qiladi. Onunki piyaz demiş. Onu mu güzel bir şekilde oturdu, işke gibi yaptırıp, onu mu tak kılıp, onunkin o yerden toğralgan şekilde tayarlaydı. Görüşünü mücü, ekrep, juyup, tazlap, pak kılıp, içerideki kurutlarını elip hazırlaydı. Onunkin bunu red tertip boyunca kazanğı salıdı. Kazanğı seliş bilen koruydu. Korugandıkini yağdı korugandıkini bu yerde bir nim peyda bolgan buldu. Bir tamak hasıl bolgan buldu. Onda bu yerdeki data set. Yani datalarının toplami, uçurlarının toplami degan gap dalma-dal bu nima degan chog'da bizning tamoqqa ketadigan ketarlik materiallar. Bu materiallar bo'lmasa tamoq yetalamsiz? Yo'q, tamoq yetanmaysiz. Shunlashqa bu materiallar bek muhim. Uningki biz hozirgacha NumPy Pandas deb kutubxonani o'rgandik. Ammo jiq ma'lumot bermadim. Endi ma'lumot berma. Yani NumPy Pandas kütüphanesini üyendik. Bu nima ish qilishga yaradi? Faqat u yerga uchurlarni qanday qildik biroz tuzlashtirdik. Bu dalmi-dal real hayotga nima misolga o'xshaydi degan chog'da onangizning tishidan akirib u ko'ktatlarni yuvib, tozalab, to'g'rab ta tamoqqa, qozonga hozirlaganga qadar, ya'ni u tamoqqa uyg'un shaklda to'g'ralganga qadar hozirlashlari bizning ta hozirgacha o'rgangan NumPy Pandasning ishi shu. U NumPy
pandas kütüpxanalari bilan u yerdagi mehnat bo'lgan, u yerdagi sirtida terisi bo'lgan va yoki cho'pki bo'lgan qandoq bu yerga sayko'ktaklarni pokiz adalab, pokiz bo'lgan, ya'ni tomoq sog'an qadar hozirlangan u yerdagi sayko'ktaklarga o'xshasak bo'ldi. Nampay dal bizning data setimizni, uchurlarimizni bu qozonga tayyor qildi. Ta qozonning ichiga sog'anga qadar u ko'ktatlarni qandoq tayyorlagan bo'lsak, datalarni o'xil shaklda tuzlashtirib tayyor qilamiz. Udulla akapla teshidan akirgan peti qozonni sog'sangiz bo'lamdi, bo'ladi. Ya'ni teshida akapda savizini udulla oqlamayla hech qanday qilmay udul sog'sangiz bo'lamdi, bo'ladi. Yangyoni sog'sangiz bo'lamdi, bo'ladi. Ammo sizce natijasi go'zal chiqamda? Yo'q. Ya'ni to'g'rab, inchki har bir to'g'rashlaringizdan tortib inchki to'g'rashlaringizdan tortib poloning ta'miga ta'sir qildi. Udul solsangiz bo'ladi, bo'ladi. Bir shaklda u yerda qo'rib, bir tomoq qilib chiqsiz. Ammo eng oxirgi chiqqan natija go'zal bo'lamda bo'lmaydi. Dalmi-dal pandas nampaydan o'tkazmasak, u yerda nurg'unlagan keraksiz uchurlar bor. U yerda nurg'unlagan biz ishlatmaydigan, qalaymaqan, xato, ortiqcha bir narsa yezilib qolgan nurg'unlagan uchurlar bo'ldi. Dalmidan nampay pandas orqali bu uchurlarni jadvallashtirish orqali ichidagi putak kerakli bo'lmagan narsalarni hammasini chiqarib tashlab, go'zal shaklda jadvallashtirib qozonga solsang bo'ladi. Ya'ni yapay zeka algoritmasiga solsang bo'ladi deb tayyor qilib turibmiz. Dalmi-dal bu yerdagi nampay pandasning iqtidori bu. Unda biz bu datasetni qandoq to'playmiz? Siz teshiga chiqib, o'zingizning kuchi bilan qanday qilasiz? Pulga app teshidagi magazilidan tepib yurib, u savza va yoki kerakli ko'ktatlarni ko'ktat do'koniga berib, ekib, undan keyin hozirlaganga o'xshash datasetni dal mushuna bir japoliq jarayonni o'z ichiga oladi. Nurg'ulg'an iqtisod ketadi. Misol, Instagram. Instagramda bir tal platform. Yine başkalarının işletiş için, yani başkalar özünün resmini veya ki videolarını işletiş için fakat bir süp hazırlıklı xalas. İnsanlar bunu işletiş arkalı toxutmay uçurunu verdi. Ama Instagram işletip pul verip baktınız mı? Yok. Instagram şirketi hemen haksız kılıp atıdı. O sizden dadınız mı? Yok. Bir qeyrinçiniz bu dostunuzdan pul çıkmayı diyor. Instagram şirketi milyonlarca insanın uçurlarını elip, ondan bu uçurlarının hemmisini özünün server aldıqıdım kösettim. Server sandıqı saxlab, milyonlarca her günü çıkırdı insanlar. O uçurlarının hemmisi jütüp ketmeydi. Toxtumay o serverga qaşılındı. O serverinin küllük tok pulu, onu setilişdeki maliyet, o yerdeki insanların çıkımı, o yerde işləvatqanlarının maaşı bulup milyardlarca pul ketidi. Instagram üçün o kadar cıq pul ketidi, ama sizge akınız vermeydi, dadınız o kadar cıq pul vermeydi, sizge haqsız bu nərsini təminləydi. Nima üçün? Dəlmi-dəl bu data setga eriş üçün. Bu uçurlarga eriş üçün. Çünkü bu uçurlar dəlmi-dəl hazır yapay zeka zirvəyə ketdi. Yapay zeka en zirvəyə ketdi. Meyli dövlət müdafiəsində olsun, meyli uruş əslərlərdə olsun, uruş qorallarında olsun veya ki günlük hayatta olsun, bu yapay zeka öyle bir sünni idrak şundaq bir zirvəyə çıxdı ki, adamın insanı hayran qaldırıb atıdı. Nima üçün çıxdı? Dəlmi-dəl bu uçurlarını toplayalığanlığı üçün çıxdı. Sayköktat bombası tamakat kel bulamdı? Yo'q. Sayköktat bombası tamakat kel bo'lmaydi. Undaq bo'lsa, bu uçurlar bo'lmasimi yapay zekani qig'il bo'lamdi ekan? Sünni idrak deb bir narsa bo'lamdi ekan? Bo'lmaydi. Unda bo'lsa Instagram deydiki, men sana Instagram haqsiz supidan birini beray. Sen bütün uçurlarını menga ber. Men bu uçurlarını toplab bir dataset oluşturay, bir dataset create qilay deydi. Facebook ne deydi onu? Facebook ne beray? Bütün şu hatta izah comment yine astaki yorumlardan tatip hemmeni yaz. Men senin fikrinden tatip hemme narsangni bilay. Chiqargan yen ishgan chiqargan narsangdan tatip senin xarakterining qaysi toplumga, qaysi guruhga tava ekanligingdan tatip bilay. Deydi, sizga qanday qildi? Haqsiz Facebook ta'minladi. Sizga qanday qildi? Haqsiz Instagram ta'minladi. Sizga qanday qildi? Haqsiz TikTok berdi. Sizga qanday qildi? Haqsiz Gmail, el-xat adres berdi. Hamma narsani haqsiz berdi. Bu qadar xeyr saxovatni
Yaqiningizda mı kütənməysiz? Milyardlarca pul ketadi bununla. Yani bu yerdeki sizin bunu işletişinin karşılığındaki ulağa beriyotgan, tapşırıyotgan pulunuz nima bilemsiz? Sizin uçurlarınız. Yani normalde bir narsa setib olgan bo'lsangiz, pul bergan bo'lsangiz, bu yerda siz uçurlarınızı beryapsiz. Bularning nazarida pul uçur. Agar men mushunaq WhatsApp'dan birini qurib, undan keyin serverlarni qurib, millionlarcha mablag' selib, bir tal uyg'unmadan birini yasadim Uyg'urlarga. Ondan keyin bütün Uyg'urlar bunu ishlatdi deyli. Uzak qolmayli bu şirket meni izlab keladi. 1 milyon insonning uchurlari ishlatayotgan bo'lsa va yoki 10 ming deyli yoki 100 ming deyli. 100 ming Uyg'ur buni ishlatayotgan bo'lsa, uzoq qolmayla cho'ng shirkat davlatlar meni izlab keladi. Bu uchurlaringni menga sat, men senga palon pul beray deydi. Hamma narsani qancha pul desam men shuncha pul beray deydi. Satmasang ama davom qilolmaysan deydi. Satsang pul beray, satmasang uzoq davomlashtirolmaysan deydi. Yani cho'ng beliq kichik beliqni yutadi. O kadar mühim. 2050'gacha o kadar beslashib uchirjig'vatadi ki Big Data yani cho'ng uchur deb bir qavram bor, tema bor. 2050'gacha to'xtamay qilmoqchi bo'lgan ishlar uchur yig'ish. Bu uchurlar yig'ilgandan keyin zaten sizning yegan ishkiningizdan chiqargan narsangizdan tortib, telefoningizning kamerasidan tortib sizga qarab turyotidi. Bunun uchurlari bor. Telefoningizning qeshida gap qilyapsiz. Bütün gaplaringiz beryotidi. Bu uchurma bor. Yani kamera atsanız kamera. Hamma narsa to'xtamay sizning uchurlaringiz yeyapti. Shaxsiy uchuringiz qolmadi. Hatto Yaponiyada obrini kirsangiz, yine ayıp bo'ldi. Ama klozet o'tag'an chig'ingizda bütün chiqarganlaringizdan hammasi uchurlari doktorxonaga bordi. Uning qarta sizga diagnoz qo'yib berdi. Uyda o'tag'an vaqtingizda sizga uchur keldi. Bu qadar yani. Bu uchur sizdan chiqarganlaringizdan tortib, bankada ishlatganlaringizdan tortib hammasi uchur. Bu uchurlarni oldi. Bankini ishlatsangiz, bank sizdan bir narsa talab qilamda? Yo'q. Bank kart ishlatsangiz pul talab qilmaydi-ki. Ammo bütün uchurlaringizni bersiz-ki. Qaysi vaqtda, qayerda qancha pul qo'yib, qancha pul olganligingizdan tortib hammani bersiz. Qancha pulingizdan bog'ligidan tortib hammani bersiz bu uchurlardan tortib. Unda bo'lsa bu uchurlarni berdingiz, bütün şirketlerinin derdi uchur. Bütün şirketlerinin derdi bu uchurlarni to'plash. Xuddi men bayan ko'ktat do'koniga chiqib, bu ko'ktatlarni olganga o'xshash, bularning derdi uchur. Bu uchur to'plangandan keyin nima ish qilmasiz qila oladi? Sizning nega beryapsiz? Qayerda qancha kilometr mangdingiz? Zaten helitin shundoq. Qancha kilometr mangdingiz? Hammani telefoningiz chiqarib berdi-ki, avtomatik. Qayerda turdingiz, qayerda kim bilan turdingiz, qancha minut turdingiz, bank bilan qanday ishlam qildingiz, chiqarganlaringizdan tortib, affedersiniz, Instagram, Facebookda paylaşganlaringizdan tortib, ham bahrilaganlaringizdan tortib, hamma uchurlaringizdan tortib, hammani bersiz. O birini tutasınızmı yeni telefon qilishingizda, kamera qilishingizda, u yerga hoparlyor qilishingizda hamma narsani to'xtatmay beryapsiz bu shirkatlarga. O'yin o'ynasangiz shu siz o'ynayotgan shu o'yinlardan tortib bütün uchurlaringizni beryapsiz. Bu uchurlarni to'pladi. Hop, yaxshi. Bu yerda Big Data degan uqum bu sababdan keldi. Bu uchurlarni to'plagandan keyin endi oldingi qitim men bir statistika ko'rib qoldim. Amerikada nerede tok bo'lgan bo'lsa, u yerda cho'qim elektrik muhandisi bo'lishi lozim. Hozir uchur muhandisiga bo'lgan ehtiyoj elektrik muhandisiga bo'lgan ehtiyojga tanglashib qoldi. Nima uchun? Chunki o kadar uchur yig'ilsili hisob emas-ki. Bu uchurni to'plasili hisob emas-ki. Bu uchurni dalma-dal biz o'rgangan Nampay Pandas kutubxonalariga o'xshash bu kutubxonlar bilan uchurni qanday qilish lozim? Tozalash lozim. Özge kerakli uçurlarını hep qilishi lozim bular. Yani hamma uçurlarınızı ağılsız bu siz ba'zan chog'da to'g'ri yazsiz yoki xato yazsiz. Qalayimqan uçurli bo'ldi. Hamma narsangiz yozgan hatto yorumlaringizdan tortib, izohdan tortib hammasi ba'zilarida qalayimqan xatingiz xato. Yani bularning hammani yazsiz yo'q, ammo bular oladi hammani olgandan keyin maxsus uchur tuzaydigan qandaq muhandislarga, injenerlarga ehtiyoj bor. Şunlaşqa hazır məxsus İTÜ'ye qarab baxsanız İstanbul Teknik Üniversitesi'ne qarang. Nurg'ulg'on Üniversitesi Data Science deb bir bölüm çıktı. Bu bölüm, bu meslek 5 yil o'rganasizlar.
Yani buna da nima ish qilsizlar? Amerikadami bor bu bo'lim hozir. Maxsus bu uchurlarni ratlashni o'rganisizlar. Bu uchurlarni qanday qilsizlar? Tuzashtirishni o'rganisizlar. Undan keyin bu uchurlarni qanday qilsiz? Dalbadal NumPy pandas orqali bu uchurlarni tuzashtirib güzel bir hujjat hozirlaysizlar. Xohlasanglar güzel. Xohlasanglar veri taban. Xohlasanglar men oldingi o'rgatgan SQL shu veri taban. Bunda bo'lsa men darsimni boshlab beray. Yapay zeka qismi bek muhim mazmun hamda. Demek, bayaqi bergan misollardan nimani bilib olaymiz? Ya'ni uchurning o kadar muhimligini. Yani bizden o kadarca uçur oladi, bu uçur o kadar muhimki. Mayli bu uçur nimaga ishlatsangiz ishilting, qanday har qanday ishni qila olasiz. Yani normaldimi burun mesela bunda uçur elish bu xil shaklda emasdi. Mesela ishbiyonlarni avatish orqali jasos deb bir narsa bordi. Bular qanday qildi berib, xilma-xil uchurlarni egilab, bu xil shakl bo'ldi. Hozirgi jasos dalma-dal telefoningizning o'zi shu. Yani zaten hiç kim kaşınızı kelmey durup rahat bir şekilde bütün uçurlarınızı alalaydı. Bütün app'lerden tatıp hemen nersi. Şu anda işletken app, oynayan oyunlarınız bu kadar o kadar dikkat kılışınız lazım hem de. Zaten dikkat kılaydıysanız mı dikkat kıplanmayısınız. Çünkü ona izin vermişsiniz, yani o uçurlarını erişire izin vermişsiniz zaten o app'ni işletemeysiz. Şu anda en başta deydi ki sizler mail, Instagram, mail, Facebook başka nersi kılanlar ayet bir tal qonun to'xtanma. Deydi ki, men uchurlaringni olaman, ammo qalayimqan ishlatmayman. Xulosalab kelsak. Uchurlaringni olaman, qalayimqan ishlatmayman degan shaklda siz u yerda tıxlamışsınız. Keyniga o'tolmaysiz. Cho'qim u yerni qanday qilishingiz lozim? Besishingiz lozimki, buni ishlataling. Buni cho'qim besish majburiyatida qolasiz. Buni basmay qanday qilolmaysiz. Undan keyin bu uchurlarni oldi. Bu uchurlarni dalma-dal boyaqi bergan misolga o'xshash data science kasblarini putayganlar bu uchurlarni hammani tuzashtirdi. Xuddi biz hozir NumPy Pandas kutubxonasini o'rganganga o'xshash mushkul kutubxonalarning ustida bu uchurlarning hammasini tuzashtirdi. Tuzashtirib pak-pakis qilib buni saqlaydi. Ham saqlaydi, ham buni hozirlab bo'lgandan keyin qozonga silishga tamshildi. Ham bu yerga qozonga silish masalasi dalma-dal yapay zeka meselesi şu. Sünni idrak meseleleri şu. Mesela artificial intelligence, machine learning, deep learning, natural neural network degandek nurg'ulg'an uqumlar bor. Bu uqumlar delmedeli yapay zeka sünni idrak kısmı. Biz de tamamen bütün bir şekilde yapay zeka sünni idrak kırmıdık. Biz hazır tehi nimin öğrengen bulduk. Bu uçurlar qanday hazırlandı. Emni Kaggle'a keldi. Bu uçurlarni hazırlab Kaggle'dan nurg'ulg'an şirketler meyli şəxs, meyli şirket bolsun, Kaggle şundaq bir web sitesi ki uçurla toplanğan bir web site. Nimiga alaqadar asas cihetden YouTube şu. Eli YouTube alaqadar bir misal işleyimiz. Banka, YouTube bilmem ne nurgulgan şirket veya şəxslər qana qıldı. Bu uçurlarını işletmeydigan burunqi konu uçurları bolsun, hammasini qana qıldı bu datasetning hammani Kaggle'ga chiqarib qo'ydi. Bədin yani Kaggle'ga. Kaggle'da o kadar cıq dataset var ki milyonlarca dataset var. Onun için bu Kaggle bu datasetni təmin edib bütün yapay zeka öyrəngücülərə. Mən şundaq bir torbet, mən də o kadar cıq dataset var ki, nime xalısan şu var. Bu datasetni sana vermə, sən yapay zeka öyrənməkçi olsan bu datasetlərin hamısını xuda aldığın saat kökən CSV dosyaları şu. Bu dosyanı, bu dokumentni düşə, onun için bunun üstüde bir çalışma kıl. NumPy pandaslarını bunun üstüde nügen. Onun için bunu kuraştırıp kıp boğandan kim bu? Onun için makine öğrenme, machine learning algoritmalarına, yapay zeka, sünni idrak algoritmalarına ötküzüş arkalık, yapay zeka uygulamalarına kıpak. Dep bizge şunda bir çoğun bir süpüdün birini təminləgilik. Yani bir diplomadan mı çoğun orunda turdu Kaggle'nın. Yani Kaggle'da kılan işleriniz bir üniversite diplomadan mı yukarı? Eğer siz ertögün yapay zeka alakadar bir iş tapmakçı, sünni idrak alakadar bir iş tapmakçı, sizden diplomanız o yerde bir yanda kayıp kılışı mümkün. Kaggle'da nime iş kıldın deydi. Kaggle'da ben mındaq işini kıldım. Mındaq data setlerini kıldım. Data setlerini düşürüp bunun üstünde xilma-xil projelerini yapmadım. Yapay zeka algoritmasını ötküzdüm. Onun için mındaq musabaqalar, mesela ma musabaqa qandaqken 110 minlik musabaqa qatnaşdım, bunun birinci buldum.
Bu yerki birinci bo'ldim, ikkinchi bo'ldim qandaq tanlandi bilamsizlar bolalar. Bu uchurlarni tushirdi. Bu uchurni tushirgandan keyin xilma-xil matematiksal modellar ustida, algoritmalar ustida buning ustidan o'tkazib taxmin qilishi. Masalan, 100 masalan aldaqatim ba'zi nimalar chiqdi. Maska taqib olsangizmi, yuzingizni 99.9% to'g'ri tepish. Bu yapay zeka. Beshida 80%, 70% bo'lishi mumkin. Bağınız u yerga algoritmalarınızı. Xuddi qazon cho'michlaringizni o kadar yaxshi sini olsangiz, tomoqlaringiz texnik güzel asan pishqanga o'xshash. U yerda siz algoritmalarınızı texnik yaxshi machine learning, deep learning bu yerga matematiksel algoritmalarınızdan hammasini güzel bir şekilde o'rlashtirolsangiz, bu yerdan kirgan data setlarning hammasidan chiqqan natija o kadar gerçekka yaqin bir data set chiqishga boshlaydi. Taxmin qiladi. Mo'ljallaydi. Butunlay to'g'ri topolmasligi mumkin. Xuddi yuz tunish sistemasi shu. %100 sizning yuzingizni butunlay tanıyamısmı 99.9%ga yetdi deb xabarlarni ko'rdim men. Oshna qildi. Yine bu data setdan sening eng oxirida chiqqan natijang qancha persent to'g'ri topa oladi deb kimisining 92% bo'lgan bo'lsa, kimisining 95%. Kimning eng to'g'ri topgan bo'lsa, 100 ga yaqinlashgan bo'lsa, shu birinchi bo'ladi. Shuningga o'xshash bu yerda u qadar jiq dataset. Undan keyin bu dataset ustida sen qipaq qani musobaqaga o'rlashtirdi bu xil shaklda. Buningda ustib olsangiz, to'g'ri algoritmalarni ishlatib dataset berdi bu zaten datasetni. Algoritmalarınızı güzel bir şekilde nim qilib, ayarlab, buni to'g'ri taxmin, to'g'ri mo'ljallay en yuqori şekilde mo'ljallay sizga nim berdi. Bu pulni tuta olasiz. Bu hammasi pulliqmi? Yo'q. Nurg'ulg'an bu yerda nim bor. Misol bir tal nim qildi. Oldin qatam men qilgan chog'da bizga bir topshiriq berilgandi. Men sizga kichkina bir bunida misol beray. Bu bankaga aloqador banka uchurlariga insonlarning masalan biz mayli Kuveyt Türk işiltimiz, mayli nurg'ulg'an bankalarni ishiltimiz, buningga butun uchurlarimiz beramiz endi. Bu uchurlarni beramiz, o'nlarcha 20-30 ga yaqin bir uchurlaringizni qanday qildi banka oladi. Olgandan keyin bularning hammasining CSV dosyasini musho hujjatini qanday qildi bu yerga qo'yib qo'yibdi. Ya'ni tamoman o'ziga kerakli bo'lgan uchur bo'lmasimi, butunlay o'ziga kerak hozircha uchur bo'lmasimi, kagili qanday qilibdi qo'yib qo'yibdi. O'ziga keraklikni olib qolib o'rganmoqchi bo'lganlar mishat o'rgansa bo'ldi deb ma'lum uchurlarni qanday qo'yib qo'yibdi. Buningdan balkim 20-30 40-50 ming bo'lishi mumkin u qur 40-50 ming kishining uchuri bo'lishi mumkin u esimda qolmabdi. Undan keyin bu yerda bu uchurlarga aloqador bir yapay zeka, sun'iy idrok taxmini. Ya'ni kredit deb bir narsa bor. Ya'ni bankadan bir insonga qarz bersak bo'lamdi, bo'lmamdi. Misol, sizning bir bankingiz bor. Bank kartangiz. Mesela A kuni texi men yap kredi telefon qanchag'imda menga kredi so'rdi. Kredi so'rsam sening kredi limiting 74 ming bo'ladi ekan. Sen bankining 74 ming borch ola ekansan dedi menga. Qarz ola ekansan dedi. Buni u yerga ishlayotgan xodimdamdi? Yo'q. Dalma-dal yapay zeka buni chiqarib berdi. Qandoq chiqarib berdi? Ya'ni har kimning bankidan qarz ilib qancha pul ilishini u yerdagi har kim belgilayalamdi? Yo'q. U yerga xodimlar belgilamdi? Yo'q. Bu del yıllarca işletken kartınızdı. Yani kartınız üstüde yıllarca işletken meşgulatlarınız, uçurlarınız, ağan kırımlarınız bu kartı kaç pul kırvatıdı her ayda. Kaç pul çıkıvatıdı. Bu töleyelemdi, töyleyememdi. Qarzını bersek töleyelemdi, töyleyememdi. Degендek nurgulgan nersi var bu yerda. Bu yerden toplangan nurgulgan uçur var o insanga alaqadar. Bu uçurun üstünde qanday qilsizlar? Matematiksel algoritmini bunun ustida yurgizsizlar. Uning qarta sizga mo'ljallangan shaklda u pulni chiqarib beradi sizga. U yerda isminglar bor, yishinglar bor, hatto yishinglarnimi. Undan keyin hozirgacha vaqtida to'lagan to'lmaslik, vaqtida to'layaldimi, oz kredi bo'lgan chaqda deganga o'xshash nurg'ulg'an uçurdunuz. Buningga qarta kim to'layapti, kim to'layapti? To'layalgan topluluk, to'layalgan guruh qandaq kishilar? To'layanmay keyinlik surayotgan jazo yeganlar qandaq kishilar deb buni qanday qilib butun buning data setini qandaq hozirlab chiqadi. Uningga qarta siz matematiksel algoritmlarga kirgizish orqali buningdan kim to'layoladi, kim to'layamaydi, to'layolgan bo'lsa qancha pul to'layoladi, butun hammani qanday qilib yapay zeka
u yerda taxmin qildi, mo'ljallaydi. Siz demisizmi, agar kart ishlatayotgan bo'lsangiz, berib so'rang. Kredi kart mening limitim qancha bo'ldi dam. Sizga uduli deb berdi. Bunun bo'lsa udul deb beralamdi? Yo'q. To'xtab men so'rab baqay deydi. Kompyuter yapay zeka va yoki bu narsa bo'lmasa udul deb beralamdi? Yo'q. Chunki u yerga daftarlaringizni qarab, hozirgacha qilgan kirim chiqimlaringizni qarab, u qadar jiq narsa borki bu yerda. Ya berli ya bermaydi. Siz birisiga qarz bermoqchi bo'lib qolib qolsangiz, sizga qaytarib bermaydigan birisiga qarz beramsiz? Yo'q. Cho'qim qaytarib berishi lozimki qarz bering. Bu bankimi shu? O'xshash. Ya'ni qaytarib bermaydigan bir narsaga qarz berib o'tamaydi banka. Uni dalma-dal hozir na berib bosh direktordan genel müdürden so'raydi yoki u yerga xodim deb turdi buni, u yerga yapay zeka sizga avtomatik chiqarib berdi. Una bo'lsa mushtaq bir data setni qanaq ustidan qancha % to'g'ri topa olaysan degan shaklda buning ustida ma'lum projedan qilgan bo'ldik. Undan keyin shirkatlarda yana masalan RSSI dataset, masalan indoor localization aloqador ba'zi narsalarni qildik. Masalan men sizga ko'rsatay. Masalan bu yerda bir tal proje bor. Bu yerda bir proje bor. Diqqat qilmasangiz bundaq bir uy bor. Bu uyning xaritasi. To'rt atrofda uyning ichida GPS tonimaydi. Ya'ni GPS uyning ichida nega menib, nerda to'xtaganligingizni bilmaydi. Ammo bu proje qanaqa bir proje? Ya'ni bu yerda bir Wi-Fi taqitadigan bir uskuna bor. To'rt atrofda mayli qancha tal bo'lsa, bu yerda 18 tal Wi-Fi taqitadigan bir uskuna bor. Bu uskuna qayerda tug'an bo'lsangiz, sizning qanchalik sizdimi bir tal nim bo'ldi, uchuringiz bo'ladi. Ya'ni RSS ya'ni u yerga Wi-Fi ning kuchi bu yerda xilma-xil bo'ldi. Masalan, bu yerda muqim to'rt atrofda muqim Wi-Fi taqitadigan ish bo'lib qolib qolsa-mu, bu yerga kuchi, ya'ni modem qanchalik yaqin bo'lsa, shunchalik jiq signal kuchli bo'ldi. Yiroqroq yerchi kuchli bo'lmaydi. Bu proje qanaqa bir proje degan chog'da diqqat qilmasangiz, mana data setini tushira olasiz. 114 KB bir data set bor ekan. Men sizga ichib ko'rsatib qo'yay. Tushirib baqilay, qani. Uningdan keyin bu yerda qandaq 15 uskunning Wi-Fi kuchi bo'lgan bo'lsa, RSSI deymiz buni. 15 kuchi bo'lgan bo'lsa, har bir nuqtaga kuch o'xshamaydi 15 xil jihozning. 15 xil uskunning har bir nuqtaga kuch o'xshamaydi. Chunki 15 nuqtaga quyuqlik bu. Buningdan qanday taxmin qildi? Bu uchurlar bor sizda. Bu uchurlardan deydiki, yapay zeka algoritmini ichiga sol, haqiqiy gerçek inson shu yerga borgan chog'da shu konumni, shu o'rnini topalamdi, topolmamdi deganga o'xshash. Misol nurg'ulg'an, misol bu yerda boshqalarning qilgan projelari bor ekan, ko'rib baqilay. Boshqalarning qilganlarini bu yerga chiqarib qo'ydi. Masalan, xalqning boshqalarning yozgan kodlari bu yerga datalarga aloqador. Diqqat qilgan bo'lsangiz, eng oxirida bir nim bor. Masalan, ko'k rasmiy odamning kelgan yeriga, qizil taxminkan, mo'ljal. Qandaq? Bu xil shaklda boyiqi dataset degan eng ustida ko'rsatay hozir. Dataset dalma-dal mushu. Buna 300, 3001, 3002, 3003 bunun konumu 10 o x10 y1 şekilde amaliyotda mana. Her birisinin RSSI kuchi. Bu yerda qancha tal jihoz bor ekan? 13 tal jihoz bor ekan. Qaysi vaqtda, qayerda bu jihoz odam shu yerda turgan chog'da uning RSSI qiymati qancha bo'ldi? Masalan, ikkinchi odada 002 degan odada, ya'ni uyda turgan vaqtida 15 cihazın 13 cihazının aşırı uskunning RSSI qiymati qanchalik ekan degandek bu yerda o kadar jiq dataset bor ki balki nurg'ulg'an dataset bor. Mana tushirib ko'rib baqsaq bo'ladi. Buning ustida qanaqa qildi? Matematiksal algoritmining ustidan o'tkazdi. O'tkazgandan keyin eng oxirida qanaqa qildi? Rasmiy odam ko'k. Miya kelsa qizil qarang, yaqin yerda tepishga boshlabdi. Yaqin yerni topa olibdi. Miya kelgan aman ba'zan yer kelgan chog'da tam nuqtaga kelalabdi, ba'zan yer kelgan chog'da yaqin bir yerni tepibdi. Ya'ni siz dalma-dal buni o'xshash bu yerga qilgan kodingizni texmi to'g'ri taxmin qilib bu yerga chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Ödül alsiz. Ya'ni bular Kaggle sizga nim berdi, xilma-xil belgilarni berdi. Bu ertaga ishga kirishingizda foydali. Ishga kirishingizda Kaggle hisobingizni qarab, nimlarni qilding deb, u yerga darajalaringizni qarab, texmo go'zal bir natijaga erisha olasiz.
Diplomingizdan bekroq kuchlik. Demak, dataset bo'lmagan bo'lsa buni taxmin qila olamti? Yo'q. Dataset bo'lmagan bo'lsa buni taxmin qilinmaydi, ya'ni mo'ljallanmaydi. Unda bo'lsa dataset qanday bek muhim narsa. Ya'ni unda bo'lsa yig'inchoqlab kelsak, Kaggle degan torbat. Nurg'ulg'an dataset bo'lgan bir torbat. Siz buning ichidan xilma-xil datasetlarni tushirish orqali o'zingizni yapay zeka alanida geliştira olasiz, texnik taraqqiy qila olasiz. NumPy pandas kütüphanelerini işletiş arqali datalarni tuzashtirib, o'zingizga ixcham shaklda lozimli holga ekilib, bularning hammani qanday qila olasiz? Bu xil shaklda hozirlay olasiz. Hamda bu narsalarni qanday ustidan to'g'ri taxmin, to'g'ri mo'ljallarni qilib, qilgan kodlaringizni chiqarib qo'ysangiz bu yerda daraja berdi sizga. U ertaga sizning texmo ilgirlashingizga foydali. Uningga xilma-xil bayam degandek nurg'ulg'an bu yerda musobaqalar va musobaqalar qatnashsangiz bo'ladi deganga o'xshash muhim bir, ya'ni yapay zeka o'rganuvchi degan kishilar uchun, o'quvchilar uchun muhim bo'lgan bir torbat. Endi men qanday qildim? Bu yerdan ikki tal sizga dataset tushirdim. Birsi topchilarning uchurlari. Bu yerda toplamda qanchalik uchur bor degan chaqda qarab baqili. 618 qur bu yerda topchilarning uchurlari bor. Bu yerda bir dataset bor. Yana birsi aldığınız saat köken yine YouTube'dan toplamda kaç kur bu? Xilmekkam kur bu. 27 min kurluk. 27 min adamdan deyli. Yoki 27 min bo'lishi mumkin. Eli ekirgen chaqda ko'rib boqamiz. YouTube kanalı. Ya'ni 20-30 min YouTube kanalining qandaq uchurlari. Buni dalma-dal Kaggle'dan qandaq tushirgilik. Siz mi tushasınız bunu? Bunu tushadingiz. Endi bunun ustida biz NumPy pandas bilan qandaq uchurlarimizni hozirlaymiz. Texi yapay zeka kirdikmi? Yo'q. Biz uchurlarimizni xuddi pologa tayyor qilgan, ya'ni qozonga qo'yish uchun uchurlarimizning hammasini taq to'g'rab, qanday qilamiz? Uchurlarimizning hammani hozirlaymiz. Dalma-dal bu ikki datasetmi bu yerdan tushirilgan datasetlar. Yine maaşa, topçuluğunun maaşı bilen 2017'deki topçu eminiz maaşları bilen onun için YouTube video kanalları alakadar uçurlarının hemisi kandak delmedel bu Kaggle'dan çürgen dataset CSV dosyası şu CSV. Bunun üstüde biz NumPy Pandas'da bazı işlemlerini, bazı taze ügengen derslerimizi bunun üstüde kandak uygulap bakımız, kıp bakımız. He, onun için NumPy Pandas'ı yan mındaq kende dep biraz özünüzde nima paydo bo'lgan bo'ladi? Qalingizda bir son bo'lgan bo'ladi. Buni biz faqat bu yerda NumPy pandas bilan uchurlarimizni hozirlaymiz xolos. Tek qozonga solmadik. Qozon silish uchun yapay zekaga aloqador ba'zi matematik algoritma, machine learning, deep learning bu narsalarni o'rganish lozim. Bu ayrim dars. Bu narsalarni o'rganishimiz lozim edi. Biz hozir uchurlarni hozirlayapmiz. Ya'ni data science chilning qilayotgan ishlarini qilyapmiz. Ona bo'lsa bu ikki dataset ustida ba'zi ishlarni qilib boqili. Undan keyin hozirgi NumPy pandas o'rgangan darslarimizni bir takror qilgan bo'lamiz. Undan keyin ha deb qilingizda ba'zi narsalar hozir bo'lgan bo'ladi. Agar desktop application, web application baldur tugab qolib qolsa, yapay zekaga bir kirish qilib, yapay zekada ma'lum bir algoritmalarni ko'rsatish orqali u yerda biz undan taxmin qilib mo'ljallab qilib baqsaq bo'ldi. Unda bo'lsa biz qandaq darsimizga kelaylik. Eng boshda bu futbolchilarning uchurlariga aloqador misol qaraylik. Nima debdi? Bir tal pandasni bu yerdan NumPy bilan pandasni ekran debdi. Unda bo'lsa import NumPy, import pandas. Buni zaten o'rgandik. Undan keyin bayam tek ko'rsatdim CSV dosyasi. Qanday qildik? Bu yerdagi CSV dosyasi dalma-dal boyaqi men ko'rsatgan CSV dosyası yani hücceti şu. Bunu qanaqlı okudık. Yani CSV hüccetini oku deydi. Okugan kim bunu baskan haman bayık uçurlardan. Yani bayam tekrar 616 kur yani 6 kolon bo'lgan. 616 kur uçurlar var ki. Kulüp qaysi kulüpka ATL mesela futbolga bak qiziqadiganlar bilishi mumkin. Undan keyin buning soyadı yani familiyasini mo, ismini mo, undan keyin position o'rni qaysi. O'ttir maydonmi, hujumchimi, forvetmi deganga o'xshash. Bularning maoshlari, 2017dagi maoshlari, ras uchur bular. Deganga o'xshash bu yerda qandaq undan keyin guaranteed compensation deydi. Qandaq bu futbolchilarga aloqador uchurlar.
Bu futbolchilarga alohida uchurlarning ustida ba'zi mashg'ulotlarni ilib berib baqliqini. Deydi ki read top 10 data deydi. Oldingi 10 verini, 10 datani al debdi. Qaysi funksiyonni ishlatganda? Head funksiyonini. Head funksiyonni ishlatgan chog'da n tang 10 demagan to'q biz. Default qiymat qanchadi? 5 di. Esingizda bo'lsa. Takror qilgan bo'lsangiz darsni default qiymat 5 di. Agar siz n tang 10 deb yozmagan chog'ingizda oldingi 5 qurnini qanaqa qildi ko'rsatib bu yerda n tang 10 deganligingiz uchun eng boshdagi 10 qurnini qanaqa qildi bu yerda ko'rsatib berdi. Onun keyini bizning kutgan narsa nima ekan? Qanchatal data bor ekan deydi. Len funksiyoni. Ya'ni soccerni qanday qildik? Lenning ichiga qo'ydik. Soccer dalmadan nima etdi? Bizning jadvalimizning ismidi. Unda bo'lsa soccerda qanchatal len bor deydi. Qancha qur bor? 616 qur bor. Onun keyin bizga deydiki, o'ttirchi qiymatini top deydi. Maoshning o'ttirchi qiymati. Unda bo'lsa base salary. Bu yerdagi maoshning o'ttirchi qiymatini qanday topdik? Min deb funksiyon bor. Hesapda 2017'deki futbolchunun o'ttirchi maoshlari qancha ekan? 30 ming atrofida ekan. Buni chiqargan bo'ldik. Undan keyin eng yuqori maosh deydi. Maoshlarning ichidagi eng yuqorisi qancha ekan? 6 million 660 ming ekan. Butun eng cho'ng maosh. Undan keyin yana nima debdi? Find the surname of the football player with the highest compensation. Compensation degan turuvchiga tazminat shu. Tazminat degan masalan siz chekatdingiz. Shirkatdan chekatdingiz, sizga tazminat berdi. Bir chikish pulidek. Ya'ni bu yerga eng yuksak tazminatga qanchalik yil soningiz, ishlagan yil soningiz shunchalik jiq bo'lsa, değeringiz qiymatingiz shunchalik yuqori bo'lsa, tazminat sizga keladigan tazminat shuncha jiq bo'ladi. Bu yerda deydiki sizdan eng yuksak tazminatga egisi bo'lgan kim o deydi. Soccerning ichidan deydi. Qaysi qurdan, qaysi kolumndan guaranteed compensation. Bu qurning ichidagi eng cho'ngi nimaga teng bo'lsin? Soccer guaranteed compensationning ichiga tengmi deydi. Buning ichidagi eng cho'ngini qanaqa qil? Elvit baqay. Bu nima degan gap bo'ldi? Eng yuksak tazminat sof futbolchining so'yadini buling deydi. Soccerning ichidagi buning ichidagi eng cho'ngi max deydi. Max qaysi? Dalma-dal buka. Buni nimaga teng qilibdi? Soccerning ichidagi guaranteed compensation degan chog'da. Tengmi debdi. Ya'ni bu nima degan gapkan degan chog'da soccerning ichidagi, ya'ni mushu guruhning ichidagi eng cho'ng qimmatni olgan futbolchi mana. Ya'ni soccerning ichidagi guaranteed compensation degan qurning qaysi futbolchining o'zi Max'dan bo'lgan futbolchiga masalan buning ichida nurg'unlagan qandaq bu yerda nurg'unlagan futbolchining uchurlari bor. Nurg'unlagan futbolchining hammani o'z ichiga oladi bu 10 tarafdagisi. Ma'uchu uning ichidagi eng cho'ngini oladi. Bu ikkisi ta'mu deydi. Ma'ning ichida bormi demakchi. Ya'ni mushning ichidagi ya'ni mush qurdiki eng cho'ng'iga teng bo'lganini qanday qil? Ya'ni bu yerdagi tazminoti eng cho'ng bo'lgan futbolchiga teng bo'lgan qandaq futbolchini chiqirib degan ma'noda. Ya'ni guaranteed compensation ashu qurdiki eng cho'ng'iga teng bo'lganini ekranga chiqirib deydi. Chiqirib berdimi? Chiqirib berdi. Bu kimken? KK ekan. KK'ni Tunisdan desam, onun keyin KK'ni chiqirib bergandan keyin nima deb qo'shib qo'yib bu yerga last name. Deydiki buning eng cho'ng bu guaranteed compensationning ichidagi bularning ichidagi ya'ni mushning ichidagi last name'i dalma-dal bu maxning ya'ni eng cho'ng jiq maoshing tangmo degan nimaga degan chog'da bu yerda nurg'ulg'an futbolchilar bor ma'noda. Undan keyin bularning last name'si nurg'ulg'an qandaq last name bor. Nurg'ulg'an futbolchining familiyasi bor. Dal eng ichidagi eng jiqi qanday qilib tangmi mushundaq bir narsa kishi bormi degan chog'da dal bizga kimni nimasini chiqarib turibdi buning last name'sini ya'ni KK deb ismini qanday qilibdi bu yerga chiqarib turibdi. Unda bo'lsa ostidagi misol qil. Find the position played ya'ni deydiki Mau Gonzales Pires deb bir futbolchi bor ekan buning maydondagi o'rnini tepang deydi. Unda biz buni qanday topamiz? Ya'ni last name nimaga tengmi deydi. Bu Gonzales Pires deganga tengmi deydi. Bu teng bo'lgan bo'lsa buni top, buning bu qur, ya'ni bu topidi bu qurni dalma-dal bu xil shaklda bir natija chiqadi. Undan keyin buning ichidagi position
Bunun o'rnini qandaq nimasini al deydi. Bu jadvalga qaraylik, 0 indeks. Yani bu yerdeki qandaq o'rnini al deydi. Bu o'rni nima deydi. Çünkü bu yerdeki 0 nima? 0. Siz bu yergacha tanlagan futbolchingiz faqat birli qurib olganligi uchun bu yerda faqat birli indeks bor, birli qurba. Shuningdek bu yerda 0 indeks dedi. Yani deydiki bu adamga teng bo'lgan bütün uchurlarni chiqar, uning ichidagi mavki o'ynagan o'rnini top, uning ichidagi qandaq shu qurni qanaq qil, 0 indeksga shu o'ynagan mavkini, o'ynagan o'rnini bizga qanaq qil chiqarib ber deydi. Qaysi o'rinda ekan? D. Defense qilamda, ya'ni orqada qo'g'dug'uchi. Undan keyin deydiki find average salaries, ya'ni bir o'ttirchi o'rtalama maoshini top deydi. Nimaning deydi? Grouping football player, ya'ni bularni grupplash orqali nimaga asosan position, ya'ni o'rniga asosan qandaq, masalan forvet o'ynaganlar, hujumchi o'ynaganlarning butun maoshlarining o'ttirchi qiymatini al demoqchida. Deyil ki bizde group by deb bir narsa o'rgangandik. Positionning ichidagi qandaq positionda min o'rtacha qiymatini al desak, qandaq bizga chiqarib turibdi. D defense. Defense ve middle, ya'ni o'ttir maydonda o'ynaydigan, o'ttirda o'ynaydigan kishilarning qandaq bu yerdagi o'ttirchi maoshi hamda o'ttirchi tazminotini qandaq qilib bizga chiqarib turibdi. Bizga o'ttirchi qimmat maoshi hamda nimasini chiqarib turibdi. Nimaga asosan grupplabdi? Positionga. Bularning o'ynagan mavkisiga aloqador chiqarib turibdi. Bizdan model darsni nimani o'rgangandik? Group by'ni. Yani bu orqali her mavki, her o'rindagi bütün futbolchining o'ttirchi olgan maoshini bu yerga chiqara olgan bo'ldi. Undan keyin bizdan yana nima talab qilibdi? Calculate how many different sites are in the data set deydi. Ya'ni bu yerda qanchatal farqli o'ynaydigan o'rin bor deydi. Bu yerda sanab baqili. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ekan. Ya'ni qanchatal o'rin bor, mavki bor deydi. O'ynaydigan. Bu yerda positionning ichidagi en unique deb bir narsani o'rgangandik, esingizda bo'lgan bo'lsa. Buni qanday qildik? En unique'ni ishlatish orqali buning ichida qancha mavki borligini chiqargan bo'ldik. Undan keyin value counts deb bir narsa o'rgangandik. Ya'ni bu nimka? How many players are in each position? Ya'ni bu M o'ttir maydonda qancha odam o'ynaydi ekan? D degan o'rinda qancha odam o'ynaydi ekan? F degan o'rinda qancha odam o'ynaydi ekan? Biz dal darsda value counts deb bir tal funksiyon o'rgangandik. Bu orqali buni chiqara olgan bo'ldik. Undan keyin bizdan yana nima talab qildi? Calculate how many people play on each team. Ya'ni qancha kishi, har taqimda qancha kishi o'ynaydi deydi. Clubning ustida qana qilamiz? Value count qilamiz. Undan bo'lsa 1 degan komandada 32 odam o'ynaydi ekan. PHI deganda 31, ATL deganda 31 deb bu xil shaklda bizga hammasini qanchatal klub bo'lgan bo'lsa, bizga uning o'ynagan sonini chiqarib turibdi. Asli kelaylik. Bir tal funksiyon yozibdik bu yerga. Deydiki futbolchilarning familiyasida son deb xat bo'lgan. Masalan, mening ismim nima? Irshad. Oxidagi familiyamning oxidagi 3 harfi nima? Sat. Shunga o'xshash son deb chiqqan. Son deb familiyasining eng oxirgi harfi son bo'lgan futbolchilarni qanday qilib chiqarib berdi. Qanday chiqaribdi? Last name'ni tanlabdi. Tanlab apply. Bir funksiyonga qanday qilibdi? Biz buni darsda ko'rgandik. Refine degan funksiyonga qanday qilibdi? Bütün ismlarni akiribdik. Akirgan chog'imizda bütün ismlarni lowercase qilib etibdik. Ya'ni cho'ng harflar bo'lib qolgan, kichik o'zgartirib etibdik. Undan keyin buning ichida son bormi deydi. Bor desa true. Bo'lmasa false ni qanday qilibdi bu yerga döndürüp turibdi. True'ni döndürüp degan gap chiqarib degan. Qarang. Ya'ni Patterson, Robinson, Johnson deb sollarning hammani qana qildi ekranga biz bergan bo'ldi. Ya'ni xuloslasak bir futbolchilarga aloqador bir data set, bularning ustida biz dars o'rgangan funksiyonlarga asosan ba'zi qandaq bularning ustida xilma-xil mashg'ulotlarni ilib borgan bo'ldik. Unda bo'lsa bu misolga aloqador dars mishada oxirlashdi. Unda bo'lsa yana bir misol ishlab baqili. YouTube'ning video analizi endi bu. Yani bu yerdagi dataset dalil YouTube aloqador bir dataset, YouTube ta'minlagan bir dataset. Bu yerdagi kanallarning ismini qilib baqsangiz bo'ladi. Yani mushta bir narsalar bormi deb bor.
Yani video muşta bir video barmı, muşta kanalla barmı? Hemmini qıp baksanız buldu. Bu 2017'deki nəsiliki. Hatta körülüş qıtım sani, qancha qıtım körüldü, qancha da like berdi, qancha da dislike berdi. Hemme нәрсе normal YouTube kanalıga kirib ismlarini izlenip baksanız buldu. Video, bizden training data, title, channel title deydi. Mesela kanalın ismini, muşta bir kanal barmı kirib izlenip baksanız buldu. Bu rast data. Ona bolsa bir baştan keldi. Pandasını qana qılın ekran. Ekirdim. Hop, onda bolsa bu CSV dosyasını qana qılın okudum. En baştaki 5 dal kurunu körsət. Had, default. İçki bir nəsə yazmağanlığım üçün default qiymət 5. Ona bolsa bu yerге 5 kurunu qana qıldı. Ekranga çıxırıb bəd. Bu yerdə nimlər var ki, 10 ne çıxıl kolum, onun için belki 20-30 man qandaq bu yerdə nim var. Bir kanal var. Onun için deydi ki, bu astidagi kolumlarni jüvet deydi. Yani bu kolumlarni jüvet deydi. Buni qıtbaq deydi. Unda bo'lsa bizda qaysi funksiyon bor? Job. Nimani jüvetdim? Thumbnail link, video ID, training data, polish time, thumbnail link. Bu narsalar hammani ju deydi. Access kolum bo'yicha ju, in place ju. Bu saqlanib qolsin debdi. Qanaqa qildik? Yuduq. Aslidagi uçurlardan diqqat qilgan bo'lsangiz, nurg'uni juyilib ketdi. Video ID nurg'un narsa juyilib ketdi. Qolib qolgani bu bo'ldi endi. Aslida 10 nechital kolum bor, hozir 9 tal kolum qoldi. Bu qancha quruqlik dataga 23362 kanalning ismi bor ekan bu yerda. Kanalga aloqador uchurlar ekan. Undan keyin bizdan nim talab qildi. Bu yerda kolumlarning qancha tal kolum, turlardan qancha tal kanal borligini deb berdi. Qancha tal kolum bor? 9 tal kolum bor. Qancha kanal bor? 23362. Buni qaysi funksiyon bilan ishlatdik? Len fonksiyonu bilan qanaqa qildik? Buni tapqab tepib chiqargan bo'ldi. Ondan keyin bütün YouTube'dagi bu kanallarning like bergan, ya'ni boshqalar like berganning o'tirish qiymati qancha ekan? 45 ming 2017'da. Dislike bergan bu kanallarda 2809 deb atalishmagan bo'lsin. O'tirish qiymati. Like, dislike. Texmi cho'ng sankan amaliyotda. Bunun o'tirish qanaqa qiymatini oldi? Min dalmadal o'tirish qiymatini oldi. Endi like berganlarning o'tirish qiymati, dislike berganlarning qandaq o'tirish qiymatini bu yerda chiqargan bo'ldik. Unda bizdan yana nim talab qildik. Eng jiq, ya'ni find the title information, ya'ni nimasini top debdi, mavzusining uchurini top, nimaning videoning. Undan keyin qandaq eng jiq ko'rilgan videoning uchurlarini top debdi. Uningki bayqa o'xshash. Views, ko'rilganlarning qitim soni degan kolon bordi. Ko'rish. Buning ichiga max. Bu qaysi deydi? Qaysi title deydi? Bu ko'rilganlarning ichiga title. Qaysi title deydi? Bu title'ni, ya'ni bu mavzuning tepa deydi. Qisa qaysiga The Shape of 2017 YouTube Rewind. Bu qanaqdi? Bu mavzuliq video eng jiq ko'rilibdi. Ya'ni 2017'da eng jiq ko'rilgan video ekan bu. Onun keyin bizden nim talab qildi. Find the title information of the video with the loss eng tuvan ko'ringan. Ne top deydi. Qaysi funksiyon bor? Minti. Min funksiyoni bilan title'ni qana qildik? Topdik. Eng tuvan ko'rligini qaysi ekan? Dalmadal bu temadagi video ekan. Unda biz yine bizden nim talab qildi? Group, ya'ni kategoriyaga qarta, ya'ni kategoriya ID'si qarta o'rtalamasini topadigan. Unda biz qanaqda group by debdik. Nimaga asosan kategoriya ID. Yine 1, 2 deb oyad ID'si bor. Buni o'tirish qiymatini undan keyin chiqarib nima? Comment count. Ya'ni yorum soni. Ya'ni kategoriya ID'sida 1, 2, 10 deb bunda kategoriya ID bor. Nima ID'ga uni uqmayman. Bu ID'ning qanday yorum soni? Bularga qilingan yorum soni qaysi? Mesela birinci kategori misal deyli. Mening hozir tushunganim birinchi kategoriya fan texnikaga aloqador kategoriya bo'lsa, ikkinchi kategoriya bolalar qo'nchoqlar bo'lsa, uchinchi kategoriya yine boshqa mazmun deganga o'xshash bundaq kategoriyamiki deb tushundim. Mesela undan keyin bu kategoriyadagi butun yorum, izoh qanday qilindi bu yerga yozildi. Bularning hammasi qanchatal izoh yozilibdi bu kategoriyaga. Boshqalar qancha yorum qildi. Buning dili bilib olsizlar. Qanchalik odamning qaysi videoga, qanday videoga bek
ilgisi borligini, qanchalik bakiliqi, diqqat qilganligini bilib olasizlar bundan. Mesela bu yerda 29 kategoriya nimaki uqmayman. Bu kategoriyadagi videolarni ko'radigan insonlar o kadar jiqki. Yani bu xil şekildeki neticelerni bilersiniz. Muşnun alakadar bir YouTube kanalı açsanız siz kazanalaysiz degan gap bo'ldi. Pul kazanalaysiz. Nimani jiq ko'rib. Shunlash uchur bek muhim. Yani bu uçurlardan mesela 29. kategoriyanın teximciq izoh borligini, teximciq odamning ko'rdiganligini bile aldık. Ona biz bunu izlenip bunun alakadar eğer YouTube kanalı açsak, demek jiq odam bizning naslimizni ko'rdi degan gap bo'ldi. Yani shunlashqa bayam degandek uçur muhim deganning hikmati bu. Ondan keyin bu kategoriyada qanchatal video borligini topdaydi. 24. kategoriyada 5379 video bor ekan. 10. kategoriyada 3366 degandek buning hammasini qanaqdir value counts degan funksiyon bilan chiqarib beribdi. Bayamtaqi yeni ishlatdik. Ondan keyin bir tal deydi, her videonun başlık uzunluğunu içeren yeni bir sütun ekleyin deydi. Yeni bir kolon qo'sh deydi. Nima qo'sh? Qandaq bir kolon qo'sh? Her bir videonun mavzu uzunluğuchilik deydi. Mesela 10'incisini title deb qo'ydi. Mesela title length. Bu yerki mavzunun uzunluğu qanchaga 34. Mavzunun uzunluğu qancha karakterga 62. Mavzunun uzunluğu qanchaga 53. Buni qanaqa qilib 10-chi kolon qilib qo'sh deydi. Bo'ldi, title length deb bir tal qo'shmoqchi. Title'ni qanaqa qilamiz? Apply qilamiz qaysi funksiyonga buningga. Qanday qildik? Bu yerga bu funksiyonga title'ni qo'ydik. Len. Buning uzunluğu qanchadan harf bor demakchi. Buni qanaqa qilib return qilib berdik. Buna title'ning ichidagi barliq xatlarni qanaqa qildik? Bu funksiyon atdik. Bu funksiyon len funksiyon orqali nima ish qildi? Return qilib berdi. Qancha tal borligini. Buni yangi kolon qildik. Ya'ni title length deb. Undan keyin buni bizdan nima talab qildik? Har bir videoda qo'llangan etiket sonini hisoblab, yangi bir yine kolon qo'sh deydi. 11-kolon bo'libdi. Nimani qo'shyapti? 1 4 tag count deydi. Yani demakchi bo'lgan narsa nimaga asosan buni qildi? Tag count tags deb bir narsa bor ekan. Ko'rdingizmi tags? Bu tagda diqqat qilgan bo'lsangiz bundaq nimalar bor ekan? Tutsiziqlar bor. Bu nima degan gapga? Har bir videoda qo'llaniladigan etiket. Ya'ni etiketning nimaligini sizlar desam, chiqarib qo'ygan hashtag shumiki deyman. Shumi shu emasmi bolalar? Bilamsizlar? Etiket iliqi mush kategoriyadagilar ko'rsin deb chiqarib vaqtdan muhmayman. Shumikin deyman. Undan keyin diqqat qilgan bo'lsangiz, bu yerda qandaq tussizliklar bor. Bu etiketni qandaq bu tussizlik orqali ayırmoqchi ekanmiz. Ayirib qancha tal ekanligini yozmoqchi ekanmiz. Unda bo'lsa, qaysi qurdan tags degan. Buni qaysi funksiyonning ustida uygulaymiz? Count tag. Her count qanchada buningga asosan bu so'zliklarni ayir deydi. Ayirib bir tal list qilib, bu listning ichida qancha element bo'lgan bo'lsa, buni return qilib beradi. Unda bo'lsa, eng boshda tag. Buningda qancha tal bor? Tag count qancha? 1. Chunki buningda yo'q. Bir tal son bor. Ma'nosi 4 ga. Ya'ni demak ma'no haqida xat bor. Bu yerga jadvalga chiqmagan bilan demak ma'no haqida xat bor. 4 tal mundaq tussizlik bor degan gap bo'ldi bu yerda. Buning orqali qancha tal tag soni borligini bizga deb bergan bo'ldi. Undan bundan bizdan nima kutibdi? Deydiki, short, ya'ni videoning olqishga erishgan o'ranining eng yuksak olandan eng düşüğü doğru sıralayınız deydi. Yani demakchi bo'lgan narsa sort the videos from the highest to the lowest like rate deydi. Yani yaxshi ko'rish nisbatini eng yuqoridan eng tuvanga qadar tez deydi. Bu yerda qanday nima ishlatibdi? Funksiyon ishlatibdi. Unda bo'lsa vallah, qaranglar. Bu yerda likes, dislike deb bir tal kolon qo'shmoqchi. Unda biz qanday qo'shimiz? Bir tal funksiyonga ikki tal qimmat avatibdi. Bu ikki qimmat qaysi qimmat? Dalmida likes va dislike degan qimmat. Likes degan kolon, dislike degan kolonni qanday qildik? Dalmida bu funksiyonga avatibdi. Avatgandan keyin ikki tal bo'sh listni qanday qildik? Bu yerda quribdik. Undan keyin ikki tal for aylanmasi bilan, ya'ni kelgan likes bilan kelgan dislikening o'zi dictionary shaklida keladi. Kelganlik uchun iter itemimiz dalmida bu yerdagi dictionary'ning value bilan keyni qanaqa qilib ayirdi. Ikkisini ayrim keyga value berdi. Keyda nima bor? Likes bor, value da uning qimmati bor. Aylama bu bularning butun qimmatlarining hammasini yangi listiga qo'shdi. Bu listda dalmida like, ya'ni like berganlarning listasi, bu listcha dislike berganlarning listasi. Endi bizning topmoqchi bo'lgan narsamiz like ning o'rani, like ning qandaq nisbati. Unda biz yana bir bo'sh listda,
Ondan keyin bu like ve dislike'ni qana qıpdıq, ziplapdıq. Ziplagandan keyin ondan keyin bu ikkisini yig'insa ekan 0 ga teng bo'lib qolib qolsa, bu nima degan gap bo'ldi? Hech qanday bu yerda nisbat yo'q degan gap bo'ldi. Unda bo'lsa, bu yangi listiga 0 ni qo'sh debdi. Agar bo'lmay qolib qolsa, like bo'lingan, like qo'shilgan dislike. Masalan, 20 ta like bo'lgan bo'lsa, 80 ta dislike bo'lgan bo'lsa, like qo'shilgan dislike zaten 100 bo'ladi. Like ning o'zi 20, 20 bo'lgan 100, 20%. Ya'ni 20% odam qana qildi, like qildi deb buning o'ranini, nisbatini qana qilibdi, chiqarib turibdi, chiqarganidan keyin buni return qilib turibdi. Onun ki return qilib berdi degan gap yangi bir qurg'a dalmida like dislike quri bu yerda qanaqa bo'ldi? Paydo bo'lgan bo'ldi. Onun ki bu yerga ascending false degan gap aslida biz qarang, ascending degan bizga qanaqa qilib turibdi? Yuqoridan tuvanga qilib turibdi. Agar siz ascending tan false demagan bo'lsangiz, kichikdan cho'ngga qarab tizib birdi. Ama biz ascending false degan gap cho'ngdan kichikka qarab qanaqa qilib berdi bu yerdagi o'ranni, bu yerdagi nisbatni cho'ngdan kichikka qarab tizib berdi. In place degan gap bu jadval tamoman o'zgarsin degan gap. Natijada qanaqa qildi? Dislike kolumini bu yerga qo'shib bergan bo'ldi. Yig'inchoqlab kelsak, xuloslasak, yana YouTube'ning kanallariga aloqador 2017dagi uchurlarga aloqador bu data ustida xilma-xil tazikagcha Pandas va NumPy kutubxonalaridan o'rgangan iqtidorlarni qanaqa qilish, ishiltish orqali xilma-xil mashg'ulotlarni ilib borgan bo'ldik. Ona bo'lsa bugungi YouTube video analiziga aloqador misolmi, bugungi mushunga aloqador mazmun mishada oxirlashdi. Aman bo'linglar.